boshqatdan olaman. Assalomu alaykum, hurmatli birodarlarim, do'stlarim, yaqinlarim, mehribonlarim. Anaqa qo'zg'alib o'tdim, o'dan o'chib qoldi. Mana 2026-yil 1-apreldan neft va gaz mahsulotlari naqd pulga sotiladi debdi. Mana men hozir bu yoqqa kommentatorga keldim-da, ana nimadan so'rayapman. Naqa berasizmi desam, yo'q, naqd pul yo'q. Hammasi anaqaga bo'lgan, plastikka bo'lgan deyapti-da. Plastikdan so'ra. Nima milliy valyutamizning obro'si shunchalik yo'qmi? Milliy valyutamizning obro'si bu prezidentimiz obro'si bo'lsa kerak, yo prezident obro'si emasmi? Ben tushunmaganimdan, bilmaganimdan gapiryapman. Nega unaqa qildi? Bizning obro'yimizni bu kim bu qaror chiqardi? Prezidentimiz dushmanimi? Shunaqa ham dushman bo'ladimi? Men unga tushunolmay qoldim. Bu prezident dushmani, vatan xoinimi? Unga qaror chiqarish kerak, uni o'ldirish kerak yoki bu ishdan bo'shatish kerak. Aqlli odam qo'yib qo'yish kerak. Valyutamizning obro'sini ko'tarish kimning vazifasi? Shunaqa odam bormi, yo'qmi? Ertalabdan mana kelib, mana qo'yman, xafa bo'lyapman. Valyutamizni hech kim tan olmayotganidan xafa bo'lyapman. Mana zapravkaga kelganman, zapravka qildim. Hozir endi anaqa kartochkada plastikda to'layman, lekin valyutamizning obro'si yo'q bo'lib ketganidan xafaman. Kelganiga kommentatorlarga chiqadi haligi nimalarni aytmanglar, bir-biringlarga dardinglarni gapirmanglar, ovozini chiqarmanglar. Anaqa kommentariy yozadiganlarnikini o'chirib tashlashgan. Kelganiga telefonda Yandeksda chiqqanimda, Yandeksda telefonimda o'tadi, anaqa bor. Anaqa mahsulotni haligi telefon bor-da, telefon orqali o'tadi, orqamda mashinalar turadi, u ham bezovta bo'ladi. Tushunmaganimdan aytyapman. Prezidentim, siz milliy valyutamiz to'g'risida gapiring, hech qayerda qabul qilmas ekan. Nimaga buni obro'si yo'q yoki obro'li qila olasizmi, qila olmaysizmi? Shuni so'rayapman. Xalqingizni o'ylang, dardiga quloq soling. Kommentatorlar o'chirib qo'ymasin, aniq beradigan, o'zini fikrini bildiradiganlarni. Ularni toping, ularni jazolang. Mana shunaqa. Hammanglar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bolalaringiz uchun yaxshaylar. Xotirjam yashaylar. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, dasturxonimiz to'kis sochim bo'lsin. Allohu akbar. Ha, bo'ldi. Ha.